nima degan o'zgargan u kundan bugunimiz qadar. Kufr millatlarmi hayosizlikni ravo ko'rmaydigan, hatto buni qabul qilmaydigan bir zamonlar ekan. Shundoq, ko'rayotganingiz musulmonlar emas, balki 1900-yillardagi Angliya ko'chalarining ko'rinishlari. Albatta hayosizlik birdil to'kilib maydonga chiqmadi. Qachonki yer yuziga yetakchilik qilayotgan musulmonlarning xalifalik davlati yemirilib, yer yuzi shaytonning kuchlarining changaliga kirgandan tortib, hayosizlik paydin-pay insoniyatga singdirildi. Osmoniy xaliflikka ojizlab turgan bir vaqtlardami Yevropa podshohlari ayollarni musulmonlarga o'xshatib hijoblantirdi. Mana bu 1964-yildagi yog'liqlari ilingan bo'lsa-mu, bir oz hayosiz saqlanib qolgan Angliyadagi ayollarning axloq qarashlari edi. What do you think? Disgusting. Why? Any girl with any decency would never walk in the street with them on. Disgusting. Why? Well, I don't know. It's really disgusting. I wouldn't wear one. Try and catch on in Wolverhampton. Well, I think it's just a gimmick, and I don't think any girl in their right mind would wear it. Mana 100 yildan keyingi bugungi kunda insonlar o'z qadr-qimmatini yo'qotib, hayvonlar bilan nikoh qurishni qonunlashtirmoqda. Betchivozlar yamirmoqda. Ular musulmonlar ziminlarga bevosita yoki vositalik ega bo'lgan bo'lsa-mu, har bir imonliq musulmonning zehniyatlariga ega bo'lolmadi. Va musulmonlarni mukammal vayron qilish uchun ayollar huquqi nomida islomga turli bo'htonlar bilan hujum qilishmoqda. Nishoni aniq. Islomga yuzilayotgan ummatning qalbida davolg'ish paydo qilish. Chunki ayollar islomiy jamiyatda oilaning asosi. Oila bo'lsa jamiyatning yadrosi. Ayollari buzilgan bir jamiyatda kelgusi avlodlar to'g'risida söz ichish mumkin emas albatta. To je posebna priča mode, kako danas treba izgledati, kako treba se kretati ulicama. Znate, mislim, to je strašno. Mi vrlo često, kažem, to smo baš pomenjali u razgovoru pre ovoga, neki put se tako, mi hrišćani tako sprdamo se kao, eto kažem, vidi ove muslimanke onako zabradile se, pa sve kao šta izigravaju. Kako šta izigravaju? Ma oni bre sačuvaju, oni spasavaju svoje devojke, svoje žene. Jer u stvari jedno društvo zavisi od zdrave žene, od zdrave, čedne i moralne devojke. Zašto kažu da Nemci ne mogu ništa Turcima u Nemačkoj? Zašto? Sačuvali su porodicu. Sačuvali su svoje žene su sačuvale. Ona se obukla, jasno ono to malo čudno izgleda, neobično za ovo društvo, znate. Ali ona je ipak čuva neku svoju čednost, neki svoj moral. A vidi, pogledaj ti mlade hrišćanke danas, Srpkinje ove po Beogradu, po Podgorici, ne znam ovdje, ne poznajem ove krajeve, pretpostavljam da je isto svuda. Iscepane, oguljene, izbušene, istetovirane. Pa šta su to? Znači, to je sve u stvari reč. Priđi, stavi ruku na mene i vodi me da hoćeš. Čekajte, pa ne mogu da verujem da je bilo šta drugo. Da ona kaže, stanite, ja sam sad jedna fina devojka, kad je ona skroz gola, kad ima u pupku piercing, kad ima, znate, kad joj se sve vidi. Znate, danas je ta moda tih tesnih farmerki, znate. Pa onda bolje izađe gola, kakve veze ima. To je kao hula hop, to je toliko priljubljeno da se svaki telesni nabor vidi. I to više u stvari uopšte nije privlačno. Te mučenice ne znaju u stvari. Ja sam muškarac, ja nisam nikakav anđeo. Meni je uvek privlačnije bilo da vidim ženu, devojku, onako ipak u nekoj haljini, pa nešto malo, pa malo i da zamišljam kako je sve to. Nekad ti sve onako najeste, da. Znači nema više otmenosti, sve je seksualnost. Nema otmenosti, nema tajne. Nema one, da to ono zaintrigira malo, pa da, znate. I ona misli da će tako privući, pa zna se koga će privući taka devojka. Onoga koji je još jeftiniji od nje, koji nikada neće biti dobar muž, koji nikada neće biti dobar otac, koji nikad neće biti ni dobar čovjek na poslu. Znači ona u stvari već izabira za sebe čovjeka koga će omrznuti jednog dana, od koga će se razvesti, gdje će biti alimentacija, frke, ludila sa decom. Maddi taraqqiyotga bo'lgan intilish yuksak darajada oshgan, lekin odamiylik churib, turli muammolarga duchor bo'layotgan G'arbning tajribasi suiqasdchilarning oldida gavdlanib turibdi. Islomiy jamiyatmi G'arb mongan qadam bo'yicha, G'arb mongan yo'nalishga qarab mangsa, qaysi holga tushadiganligi ularga besh qo'ldek ayon. Ular musulmonlarning ayollarni uyda mahramsiz chiqarmaydiganligini, erkin qo'yib bermaydiganligini, ishligili qo'ymaydiganligini, badallarini namoyon qilgan kiyimlarni kiygili qo'ymaydiganligini so'zlashmoqda. 2023-yillik fohishvozlik qonunli bo'lgan davlatlar statistikasiga qaraydigan bo'lsak, 100 dan ortiq davlatlarning ayollar jinsiy tijoratini rasman qonunlashtirganligini ko'ramiz. Hatto fohisha ayollardan tafovut beji ilindi. Va ba'zi davlatlarda jinsiy tijorat qonunsiz
deb e'lon qilingan bo'lsa-mu, buzuqchilikning yo'llari keng ichitilgan va gullangan. Bu buzuq madaniyatlar ayollarga xizmat fursati tepib berganligidan faxrlangan holda ayollar erkinligi deb to'lashmoqda va uningdan iqtisodiy kirim qozonganligini madaniyat deb atashmoqda. Moddiy taraqqiyot va iqtisodda cho'qsiga chiqishi qaramay, o'z ayollarining turmush xarajatini qamday olmagan buzuq madaniyatlar ayollarning xarajatini erlarning ustiga majburiyat qilib bog'lagan bir dinga, ayollarni yomon ko'zlardan, nachar kishilarning yomonligidan himoya qilib, qovdug'uchi mahramlar bilan safarga chiqishga buyurgan islom madaniyatiga ayollar erkinligi to'g'risida dars berishga urinishi naqadar nomussizlik. Mana bu rasm dunyodagi eng namrat Afg'onistonda Yaponiya doktori Tetsuo Nakamura tarafidan tortilgan. U mundaq deb yozgan: "Hozirgi jamiyatda ayollar huquqi va barobarlik madaniyati Afg'onistonga yetmadi. Lekin erlar sovuq havoga qaramay mashinaning ustida, ayollar bo'lsa mashina ichida ozoda o'ltirdi." Mana bu ko'rinish Yahudilarning to'y marosimida to'y bo'lgan ayolning bo'ynini bog'lab, "Sen endi mening qulim" ifodasida yuzlarcha erlar oldida ayolni xo'rlagan Yahudilarning marosimidir. Mana bu Hindistonda er kishiga mehr haqqi berib, uning ustiga erlarning putlarini yuvib, uning suyini ishkizilayotgan hindilarning holidir. Lekin bular hech yerda so'zlanmaydi. Mana bu ayolni himoya qilib, ayolning oyoq bo'g'ichini etayotgan musulmon kishining ko'rinishidir. İnsanlarning atalmış ayollar huquqi to'g'risida tuzib chiqayotgan qonunlari faqat insonlarga baloyi ofat ilib kelmoqda. Fransiya qonunida erning ayoldan gumonlanish huquqi yo'q. O'zi aqdallik bo'lib, bolasi qartallik bo'lib tug'ilsa-mu, ayolning va sudchining ruxsatsiz DNA tekshirtishiga qat'iy yo'l qo'yilmaydi. Agar eri Fransiyaning sirtida tekshirtish qilsa, uningga 1 yillik qamoq jazosi berildi. Analiz tekshirish ilib berilgan tajribaxonlarmi taqildi. Va bolaning o'z naslidan emas ekanligi aniqlansa-mu, u bolaning beqish xarajatini to'lashga majburlandi. Va buningga o'xshagan shirkin qonunlar ota-onasining kim ekanligini bilmaydigan millionlagan bolalarni, uydan majburiy uzoqlashtirilgan dadalarni, axlatxonalarga tashlangan buvoqlarni illiq oila qurish o'rniga harom yo'llar bilan o'zini vayron qilib, saqaymas kasallikka giribtor bo'layotgan kishilarning fojialarini maydonga chiqarmoqda. Ayollar erkinligining birdan-bir chiqish yo'li islom. İslam bilan insoniyat muvozanatli saqlanadi. Haq huquqlar qo'llanadi. Jamiyat sog'lom taraqqiyotni maydonga chiqaradi. Faqat islomla har narsaning erning va ayolning haqqini o'rniga qo'ydi. Buzuq madaniyatlar ayollarning erkinligini xohlamaydi. Ular faqat g'arb erkinligining ayollarga yetishini umid qiladi va bu orqali ayollarni iste'mol qilinadigan tovarga aylantirmoqchi bo'ladi. Jahiliyat ko'p hollarda ayollarni xo'rlash va haqorat qilishga moyil keldi. Yunon va Rim jaholati va uning mirosxo'ri bo'lgan hozirgi zamon jaholati ayollarni paslashtirib, axloqini buzib, erlarni ko'ngli ochadigan o'yinchoq aylantirib qo'yishga bakma moyil. Xristianlarning atalmish avliyosi Tomal Lakoni mundaq deydi: "Ayol kishi dunyoga xato kelib qolgan bir maxluq. U eng nachar spermadan turalgan." Damashqlik xristianlarning atalmish avliyosi Yohanna mundaq deydi: "Ayol kishi yov eshakdir." Germaniyalik mashhur faylasuf Schopenhauer mundaq deydi: "Ayollar chechi uzun, aqli qisqa bir jonliqdir." Ayni chaqda Madinadagi Yahudilar burumlangan Tavratda buni Qur'on o'qiydi. "Ey Rabbim, sana shukrlar bo'lsinki, meni ayol kishi qilib yaratmabsan." Islom dini ayollar haqida mundaq deydi: "Ayollar bilan yaxshi turmush kechiringlar." Sura Nisa 19. Erlarning ayollar ustida qanday haqqi bo'lsa, ayollarning erlar ustida shunday haqqlar bor. Sura Baqara 228-oyat. إذا جاءت الشريعة بتحرير العقول ولهذا تجدون أهل المدرسة الغربية يدركون خطر السلفية. لماذا؟ مدرسة تحرير عقل كامل. مدرسة الخرافة الصوفية الذين يطوفون على القبور ويتعلقون بالأوهام زيدوها دعم. لماذا؟ حتى تبقى تعلقا بهذه الخرافات. يخرج من بيته يتعلق بالنجم ويتعلق بكذا، وتجد في بيته كله ملصقات، هذا يدفع العين وهذا يدفع الحسد وهذا يدفع ما ادري ايش، ويخرج هو قلق. هذا بالنسبه للمؤمن المعلق بالله عز وجل لا يجلب الخير ولا يدفعه الى الله في البر والبحر وتحت الارض وفوق الارض، ويسير في هذا. ولهذا تجد المتعلق بالله اكثر الناس اقداما واكثرهم تحررا، وهم يعرفون موضع الحريه، ولهذا حاربوا الإسلام وحاربوا دين الله عز وجل الحق من هذا
من هذا الوجه دخلوا إلى المرأة ودخلوا مسائل كبت المرأة وغير ذلك عن طريق هذا الأمر، ذلك أنه بإكثار وإيراد المحرمات، فيقولون إن المرأة بخست فرض عليها الحجاب وزوجها يعدد عليها وحرم عليها أن تختلط بالرجال وأن تخلو بهم، ما هذا التشدد ونحو ذلك، ويأتون بجمع هذه الأمور المتفرقة حتى ويكثرون من عرضها على الناس حتى يقول فعلا نحن ظلمنا المرأة ونحن فعلنا ونحن هذا. وإذا أردت أن تفعلها في الرجل لتجد هذا أيضا ملموسا. إذا أردت هذا تجعلها في الرجل ولا تنظر إلى شريعة الإسلام كاملة، تقول الرجل الله عز وجل حرم عليه الذهب والفضة لا يتحلى بها ولا يتزين، وحرم الله عز وجل عليه حلق اللحى، وحرم عليه الإسبال، وحرم عليه لبس الحرير، وأوجب عليه أنه يدفع مهر المرأة، وأوجب عليه أن يوفر السكن والتأمين الطبي، ويذهب ويغترب في الدنيا في كل مكان، ويحمل هم أولاده وأهله. بل تجد أنه هو الذي المصائب تنزل عليه. الذين في السجون 10,000 رجل وامرأة واحدة، واذهب إلى المستشفيات 90% المصابين من إصابات العمل للرجال، هذا يكد سيارة، وهذا سقط من بناية، وهذا فعل كذا، ويخرج في الشمس، والمرأة أين؟ والمرأة في بيتها. وبعد هذا العرض، إذا أردت أن تعرض مثل هذا تستطيع أن تخرج جمعية حقوق الرجل، بس تحتاج إلى وسيلة إعلامية، وتجد استنفار عالمي كبير جدا لأجل مثل هذا الأمر، ولكن لا يريدون مثل هذا الأمر، ويأتون إلى جزئية معينة أن المرأة لها نصف مال الرجل من الميراث، وإذا جاءوا إلى الرجل يجب عليه النفقة، ويجب عليه المهر، ويجب عليه العلاج، ويجب عليه توفير السكن، ويجب عليه الكسوة، ويجب عليه الطعام، إذا كفاية وضمان مدى الحياة. ماذا تفعل المرأة في النصف؟ وتجد الرجل يقول أعطوني النصف وأتوا بأحد يتكفل به مدى الحياة. فإذا أراد الإنسان أن يأتي، ولكن الشريعة جاءت بماذا؟ جاءت بنظام كامل، ولهذا يأتون بمعادلات خاطئة، حتى منهم من يقول إن المرأة نصف المجتمع ليس قماش تكون بقصة، لا يوجد عندنا نصف ولا ربع، المجتمع كامل في تبادل للأدوار. Osmanlı xilafati yiqitilgandan keyin birinchi bo'lib elib berilgan ishlardan musulmonlarni islomdan uzoqlashtirish bo'ldi va musulmon ayollar eng yaxshi nomzod edi. 1929-yili Mustafa Kemalning o'rinlashtirishi orqasida Turkiyada rasmiy go'zallik tanlash musobaqasi, ya'ni axloqsizlik musobaqasi o'rinlashtirildi. Orqadan 1932-yili Belgiyada o'tkazilgan Dunyo go'zallik tanlash musobaqasida Turkiyadan kelgan Kerman Xolis Dunyo go'zallik xonishi bo'lib tanlandi. Zastatlılar raisi Kerman Xolisning go'zallik xonishi bo'lish uchun mundaq ibratli so'zlarni qildi. Hurmatli zastatlılar umki a'zolari, bugun Yevropaning xristianlarning g'alabasini tabriklaymiz. 1400 yildan buyon dunyoga hukm surgan islomiyat oxirlashdi. Uni Yevropa xristianligi oxirlashtirdi. Albatta Amerikaning va Rossiyaning tuhfasini inkor qilmaymiz. Natijada bu xristianlarning g'alabasidir. Musulmon ayollarning vakili Türk güzli Kerman su o'zish kiyimi bilan oramizdadir. Bu qizni qalbimizning toji sifatida qabul qilamiz. Uni go'zallik xonishi tanlaymiz. Uningdan güzli bormi, yo'qmi, bu muhim emas. Bu yil go'zallik xonishi tanlamaymiz. Bu yil xristianlarning qalbisini tabriklaymiz. Bir vaqtlar Fransiyada o'ynalgan tangsini to'xtatib qo'ygan Sultan Sulaymon qonunining navrlari su o'zish kiyimi va badallari bilan oramizdadir. U bizning o'zini yoqtirishimizni xohlamoqda. Bizga mos bo'lgan bu qizni yoqtirdik. Musulmonlarning kelajagining mushundaq bo'lish orzusi bilan Türk güzli dunyo güzli qilib tanladik. Qadahlarimizni faqat Yevropa g'alabasi uchun ko'taramiz. Osmoniy xilofatni yiqitishda cho'ng rol o'ynagan Yahudi Amanullah Qarasu mundaq deydi. Har bir Osmonli ayollarining islomga bo'lgan aloqasini o'zmigichilik har qachon Abdulhamid Xonlar tug'ilishi mumkin. Shu vaqtda kommunistlarmi musulmon ayollarining buzilishining turli yo'llarini qizib chiqdi. Xuddi ustozimiz Abdullakim Maqsum aytgandek, xotin qizlarga ega chiqolmagan millat vataniga ega chiqolmaydi. Muhojiratdimi hijoblangan pokiz hamshirlarga til uzatayotgan shalg'ut zehniyat pionerlari Xitoy bilan o'xshash uslubda harakat olib bormoqda. Mana bu din dushmanlarining ayollar erkinligi nomida musulmonlarni vayron qilish planidir. Shundoq, shiffatli ayollarda botur azmatlarning qiyni bo'ladi. Islom musulmon ayollarni shiffatli, hayoliq bo'lishga chaqiradi. Shuning uchun din dushmanlari musulmonlar ayollarining hijoblarini yashkizib,
yalang'ochlamoqchi bo'lishidi. Ko'pchilik kishilar kufr millatlarining atalmış taraqqiyot madaniyat qiltiqida turli kasalliklarni yuqtirib, chak-chekigacha viruslandi. Yangi uyg'unish islomimizga qaytish orqali ilgirki shonliq kunlarimizga qaytish uchun har bir musulmon o'rnidan dast turishi bugunning emas, balki hozirning taqozzosidir. Qani undaqda hozirdan boshlab qadam iling.